Bugun siz bilan ko'pchilikni qiynaydigan eng dolzarb savollardan biriga javob beramiz. Nega men vazn tashlayapman, lekin aynan qorin yog'i ketmayapti? Bu savolning javobi metabolik fiziologiya, gormonlar va energiya taqsimlanish mexanizmlaridir. Bugungi videoda qorindagi yog'larni yo'qotish uchun 3 asosiy mexanizmni tushuntiraman. Siz esa shu mexanizmlar ustiga quriladigan 3 bosqichli aniq rejani bilib olasiz. Qorin yog'i bu oddiy semizlik emas, balki tana tarafidan strategik saqlanadigan yog'. Organizm bu yog'ni ikkita sababga ko'ra oxirgi zaxira sifatida saqlaydi. Birinchisi, u visceral yog', ya'ni ichki organlarni himoya qiluvchi qatlam hisoblanadi. Shu sababdan organizm uni oxirgi bo'lib yo'qotishni boshlaydi. Ikkinchisi, insulin sezuvchanligi past bo'lgan hudud, ya'ni qorin atrofidagi yog' hujayralari insulin va adrenalin kabi gormonlarga boshqacha javob beradi. Natijada yuz, qo'l va oyoq yog'lari tezroq ketadi. Qorin esa ko'proq qarshilik ko'rsatadi. Erkaklarda qorin yog'ini ko'rinishi taxminan 18-22% atrofida bo'ladi. Ketishni boshlanishi esa taxminan 15-14% gacha tushadi va qorin tekis ko'rinishi uchun taxminan 12-10%. Inson atletik ko'rinishga, ya'ni qorindagi mushaklari ko'rinishi uchun inson tanasidagi yog' foizi 9% atrofiga tushishi kerak. Lekin bu raqamlar ayollarda biroz farq qiladi, sababi ayollar tana yog' foizi erkaklarnikiga qaraganda balandroq bo'ladi. Qorin yog'ini ketishi 3 ta mexanizmga bog'liq. Birinchisi energiya balansi va kaloriya defitsiti. Vazn yo'qotishni birinchi va eng asosiy qoidasi, agar tanaga kiradigan energiya chiqadigan energiyadan kam bo'lsa, vazn kamayadi. Agar ko'p bo'lsa, vazn oshadi. Ikkinchisi gormonlar balansi. Insulin, leptin, grelin, noto'g'ri ovqatlanish, uyquning buzilishi, stress qorindagi yog'ga bevosita ta'sir qiladi. Uchinchisi metabolik prioritet. Qaysi yog' birinchi yo'qoladi? Organizm yog'ni bir xilda yo'qotmaydi. Aynan shu sabab bizda yog' yo'qotish bosqichlarini hosil qiladi. Birinchi bosqich yog' yo'qotishni eng oson bosqich hisoblanadi. Yuqori yog' foizidan o'rta foizga tushish. Maqsad taxminan 25-28% dan 18-15% gacha tushish. Bu erkaklarda. Bu bosqichni metabolizmni yoqilish davri deb atash mumkin. Chunki tanada qancha ko'p yog' bo'lsa, inson tanasi ozishga shuncha yaxshi javob beradi. Bu bosqichda 3 ta asosiy qadam kifoya qiladi. Birinchisi yengil kaloriya defitsiti. Tavsiya qilingan defitsit taxminan 300-500 kilokaloriya atrofida. Juda ko'p defitsit shart emas. Bu davrda kuchli ochlik bo'lmaydi, mushaklar yo'qotish ehtimoli minimal, kuch, energiya yaxshi bo'ladi, uzoq vaqt davom ettirish oson. Demak, soddalashtirilgan formulasi qanday? Inson tana vaznini ko'paytiramiz taxminan 24 yoki 26 ga. Bu kunlik sarf hisoblanadi. Masalan, 80 kilogramm odamda 80 ko'paytirilgan 25 taxminan 2000 kilokaloriya. Ikkinchisi, 90% natija beradigan ikki o'zgarish. Ikki oddiy o'zgarish insonlarni 80-90% natija ko'rishiga sabab bo'ladi. Birinchisi, qayta ishlangan ovqatlarni keskin kamaytirish. Chipslarni, shirinlik, fast food, oq non. Bu mahsulotlar insulin va grelinni keskin o'zgartiradi. Keyingisi oqsil iste'molini oshirish. Kuniga har kilogramm tana vazningiz uchun taxminan 1,6 dan 2,2 grammgacha oqsil iste'mol qilish. Bu ilmiy jihatdan isbotlangan eng to'g'ri formulalardan bittasi. Bu bilan siz to'qlikni oshirasiz, mushaklarni himoya qilasiz, yog' yo'qotilishini tezlashtirasiz. Bu bosqichda murakkab hisob-kitoblarsiz ham natija ko'rishingiz mumkin. Keyingisi yuqori hajmli, past kaloriyali ovqatlar. Bu bosqichning siri to'qlikni boshqarish. Masalan, karam, brokoli, loviya, mevalar, grechka, yog'siz qatiq, yogurtlar. Bu ovqatlar ko'p hajmli bo'lgani uchun ochlik hissini kamaytiradi. Birinchi bosqich natijasida siz vaznni yaxshi tushganini ko'rasiz, qorin atrofida yog'lar kamayadi, energiya yaxshilanadi va sizda ozishga, qorin yog'ini kamaytirishga motivatsiya kuchayadi. Bu bosqich taxminan 2-6 hafta davom etadi. Ikkinchi bosqich bu raqamlar davri hisoblanadi. Chunki bu yerda siz tana yog' foizini 15% dan 13-12% gacha kamaytirasiz. Bu bosqichga kelganda kishilar ko'pincha nega avvalgidek tez ketmayapti, qorindagi yog' ketishi to'xtab qoldi deb aytishadi. Bu to'g'ri savol, chunki organizm sizni himoya qilish rejimiga o'tadi. Bu bosqichda 3 ta asosiy qoida rol o'ynaydi. Aniqlik, balans va moslashuv.
Birinchi muhim harakatlardan biri bu kaloriyani aniqroq nazorat qilish. Kishilar o'z iste'molini kam baholashadi. Bu bosqichda porsiya nazorati, yog'ni nazorat qilish eng kaloriyasi baland makronutrient hisoblanadi yog'. Shuning uchun bu muhim bo'ladi. Yog' miqdorini kamaytirib, uglevodni ko'paytirish. Sababi yog' 9 kilokaloriya saqlaydi. Uglevod esa 4 kilokaloriya saqlaydi va energiya, kayfiyat, mashg'ulot sifatini yaxshilanishiga ham hissa qo'shadi. Bu davrda leptin sezgirligi ortadi. Bu bosqichda kaloriyani keskin tushirmasdan turib, faqat kompozitsiyani o'zgartirib ham natija ko'rishingiz mumkin. E'tiborni uyqu va stressga qaratish. Ilmiy faktlar shuni ko'rsatadiki, 6 soatdan kam uyqu grellinni oshiradi. Bu esa ochlikni kuchaytiradi. Stress esa kortizolni oshiradi va qorin yog'ini to'planishiga olib keladi. Bu bosqichda 7-8 soat uyqu, kechki ovqatni yengil qilish, kun davomida 10-15 daqiqa yurish kabi oddiy odatlar juda katta rol o'ynaydi. 3-bosqich bu atletik zona deb nomlanadi. Bunda tanani yog' foizi 12 dan 10% gacha pasayishi kuzatiladi. Bu bosqich qorin yog'ini eng sekin ketadigan, eng ko'p intizom talab qiladigan davr. Bu bosqichda siz ko'proq kichik detallarga ham e'tiborli bo'lishingiz talab qilinadi. Masalan, makro nisbatni aniq belgilash. Bu davrda mushakni himoya qilish eng muhim vazifalardan bittasi. Demak, tavsiya etiladigan nisbat: oqsil har 1 kilogramm tana vazningizga 2-2,2 grammdan to'g'ri keladi. Yog' taxminan kunlik kaloriyangizni 20-25% ni tashkil etadi. Qolgan kaloriyalaringiz uglevodlarga to'g'ri keladi. Bu mushakni saqlab qolgan holda yog'ni yo'qotishning eng yaxshi balansi hisoblanadi. Kaloriya zichligi past bo'lgan mahsulotlarga to'liq o'tish. Masalan, sabzavotlar, yog'siz yogurt, tuxum oqi, baliq, suli bo'tqasi, qora guruch yoki grechka. Bu sizga ochlikni boshqarishga yordam beradi. Keyingisi ijtimoiy ovqatlanishni jiddiy nazorat qilish. Masalan, fast foodlar 1200 dan 2000 kilokaloriyagacha saqlash mumkin. Bu ovqatlar sizni 3-4 kunlik kaloriya defitsitingizni yo'qqa chiqarish mumkin. Sizdan talab qilinadiganlar: porsiyani yarmiga kamaytirish, yog'li souslarni iste'mol qilmaslik, oq non, shirin ichimliklardan voz kechish. Bu davrga kelib har bir qilingan noto'g'ri tanlov natijangizni sekinlashtiradi. Xulosa qilib aytganda, qorindagi yog' oxirgi bo'lib ketadigan yog' turi hisoblanadi. Lekin to'g'ri strategiya bilan harakat qilinganda, albatta uni ketkazish mumkin. Bir so'z bilan aytilganda, birinchi bosqich bu soddalik va defitsit bosqichi. Ikkinchisi aniqlik va balans bosqichi. Uchinchisi esa intizom va detallarga e'tibor berish bosqichi hisoblanadi. Agar siz shu ketma-ketlikka amal qilsangiz, qorin atrofidagi yog' albatta kamayadi. Energiyangiz ko'payadi. Mushagingiz saqlanib qoladi. Ko'rinishingiz esa atletik darajada chiroyli bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Shu video yuzasidan savollaringizni kommentariy bo'limida yozib qoldiring. Sog' omon bo'ling.